Do'stlar, sizlarga juda ham bir kichkinagina, shinamgina xonadon topib keldik azizlar. Lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda, men bilasizlar, hamma manzilda juda ham yaxshi deyoraman. Chunki bizni O'sh shahrimiz zo'r azizlar. Bugungi kunda mana sotiladigan uyimiz azizlar 3 sotik, 3 xona plus holi bor ekan, podvalda kuxnyalari bor yerto'lasida. Azizlar, partarashka qilib solingan, juda ham chiroyli shinamgina uyimiz bugungi kunda sotuvda. Bu azizlar yangi kelin kuyovlar kelib, maza qilib yashab qo'yadigan uyimizni ko'ramizmi? Ketdik. Xo'p do'stlar, shunday kirganimizda, rovatdan kirganimizda 10 tomonda bo'lyapti, mana chiroyli shinam xonadonimiz. Juda ham bir chiroyli, ichlari bilan polni tanishib chiqamiz azizlar. Tep-tekis chiroyli bir 3 sotikdan ham sal kattaroq o'xshayapti. Akamiz 3 sotik deb ayta oling dedi. Mana azizlar, uyimiz ichi. Men sizlarga yosh oilalar kelib yashaydigan uy dedim. Qaranglar, juda ham yangi limon. Hali odam yashab ham ulgurmabdi. Yerto'lamizga tushib ketishdi, qaranglar akalar. Juda ham chiroyli qilgan, did bilan qilgan. Qaysi xonamizdan ko'ramiz? Mana mehmonxonamizdan ko'ramiz sizlar azizlar. Qaranglar. Uy bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. To'y turkunda qudalar kelib, mazza qilib qolib yetadi deb o'tiradigan uy ekan. Azizlar, mana u ikkinchi xonamiz bo'lyapti, qaranglar. Bu ham bir yangi remont qilingan ekan, qaranglar akalar. Juda ham chiroyli muzdek xonalar. Xo'p azizlar, bu 3-xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, juda ham chiroyli. Hamma yo'q oppoq, ancha-muncha mashmashasi yo'q. Yop-yorug' uy ekan azizlar. Pechkamiz bor ekan, ikkita xonamiz isitib beradi. Keyingi xonani ham isita oladi. Do'stlar, sizlar bilan 3 xonani tanishib chiqdik. Bu sanuzulimizni qaranglar, bitta baho beringlar azizlar. Juda ham bir chiroyli, priyatniy sanuzul ekan, dom qilingan ekanda, qaranglar, tashqariga chiqishda umuman hojati yo'q azizlar. Yana qaytarib aytyapman. Yangi kelin kuyov, yosh oilalar shu uyda olib qo'yinglar, maza qilib yashaysizlar. Mana ularni juda ham bir chiroyli qilgan ekan. Podvalga tushib ketishdi, yo'lni qaranglar. Aka-uka, opa-singillarim. Uyni ichidan ham boya ko'rsatgan holimizdan da tushib ketamiz. Mana bu yerda bir 5 xona, 6 xonaga перегородкалар qilib bo'lib olsa bo'laveradi. Kuxnyamiz akamiz aytayapti, shu yerga qilaman deyapti. Aka berib qo'ying, balandgina bir qo'lingiz cho'zsangiz ham yetmaydi. Do'stlar, mana qaranglar. Suvdan umuman muammo yo'q ekan. Yerto'lamizda nasoslari ham bor ekan azizlar. Juda ham chiroyli bir yangi oila kelib, maza qilib yashab qo'yadigan chiroyli. Hamma g'ishlari pishirishdan deyapti akamiz. O'zi yashayman deb solgan ekan, shuni zudlik bilan sotish kerak bo'ldi. Xo'p azizlarim, mana ko'chamizni qaranglar. Juda ham bir qalin mahalla, zo'r mahalla. Bu lokatsiyamiz yana qaytarib aytyapman, Qirg'iziston O'sh shahri, Ma'rufiyni hammalar bilasizlar. Unaqasi O'nadirdan kelsangiz ham bo'ladi, unaqasi mana Yakatut bilan kelsangiz ham bo'ladi azizlar. Juda ham yaxshi lokatsiya. Ko'chamizni nomi Amir Temur 34-raqamli uyimiz ham ekan. Juda ham chiroyli, mana telefonlarda ham bir chiroyli dizaynlarda qilgan ekan. Narxi unaqa ham qimmat emas azizlar. O'tkazib olmasdan ko'rib turamiz. Yerto'lalarimizda juda katta uy qursalar ham bo'ladi. Nima deysiz endi aka, bu uyda nechta pul qo'yaylik aka? Men qarang. Hozir uy sotayotgan mahallangizda hammani xayoliga nima keladi? Birinchi, snos kelyapti-da. Hech ham qo'rqmanglar, cho'chimanglar. Bu mahalla snosga tushmagan. Xudo xolasa bu mahalla snosga ham tushmaydi. Nima degan, juda tinch ekan, keyin xalqimizda bitta gapi bor-da. Hovli sotib olmagin, qo'shni sotib ol deydi. Ikki chekkada qo'shnilari juda ham farishtali insonlar ekan-da. Nasib qilsa. Narxini aytaylik, ko'p kutilmaymiz a. Narxiga keladigan bo'lsa, akamiz 150 dedi-da. Bu yerda biz tortishdik akamiz. Tashqarida turib tortishib etib, 130 ga tushirdim qolgan akalar, biz 130 ga tushirib qo'ydik. Qolgani o'ziga havo. Yana zo'r kami bor deyapti. Sekin akanimni qo'ldan tortib turib, buchakka olib turib, baraka qo'raverasizlar. Xudo xolasa. Azizlar, murojaat uchun raqamlarda srochni yozamiz. Juda ham yaxshi kami bor deyapti akamiz. 0998 bilan 76 76 15. Qaytaraman, 0998 76 76 15. Telefon qilinglar, kelinglar, akamiz o'zi qo'linglardan yetalab yurib ko'rsatadi. Yerto'lalari juda ham katta, baland uy ekan azizlar.